Savsanın pəm bilən padişahını Şüçan köçürüşü. Yaxşımsa dostlar, onda qoz biz 3 padişahlıqdan yəni davamlıq sözləb getdik. Biz aldığımız filmdə şu Savsanınki padişahını qutquzuşu toğruluq hikayə sözləgendik. Padişahını qutquzub boldu. Qutquzub bolğandan keyin oradan rətləb, vəzirlərin joy-joyi qoyub, onundan keyin şu padişahlıqninki işlərini asta-asta izıq saldı. Əmdə izıq səp bolğandan keyin bu yerdə Savsan mundaq bir işni oylab qaldı. Nima desa, Loyan buningki aslida yiltiz emas, ya'ni yurt emas. Buningki asosiy qo'shini, ya'ni Yanjoda. Şuçan tarafda. Şuna padişahni texim yaxshi tutib turish uchun, ya'ni padişah orqali boshqa vazirlarga buyruq qilish, ham boshqa vazirlarningki, boshqa şu pasiballarningki kuchini ajratib padişahlikni bir yerga akilish uchun cho'qim bu özünün qo'shini bor, özünün zemini bor, özünün gepi o'tadigan yerda bu ishlarni bajarish kerak. Loyangda to'yversa, padişahninki kuchi zo'raygan sari Savsanninki kuchi ojizlab ketadi. Padişahni tutib turish emas, hatto o'zining hayotidan ayrilib qolish mumkin. Shuning bilan bu bir amal qilib padişahni Şuçanga akitishni o'ylaydi. Endi kunlarning birida padişah buni maslahatga chaqirib qoldi. Shuning bilan bu maslahatga berib padişah bilan ko'rish yo'lida bir kishi bilan uchrashdi. Ya'ni bular o'rnidan o'tib ketayotgan vaqtda bir o'rnidan menayotganda qarshi tarafdan yana bir odam keladi. Bular o'tib ketayotganlar bir ikki qiz paranglashadi. Ya'ni nima deyishdi desa, Savsan men sana buyurgan ish qandaroq bo'ldi degandan keyin o kishi xili yaxshi bo'ldi. Men siz degan bo'yicha qildim deb qo'yiblar o'tishib ketdi. Qat'iy to'xtash yo'qli o'tib ketdi. Am bu Savsanning bu yerdagi ishi zot nemish? Bu acayip muhim iş hem de. Yani karşı taraftan kelgen kişi zaten kim? Hem de bu kişinin ismi Dongjao. Bu Dongjao diyen kişi padişahın yeni durgan vezir. Baştan ahır ayrılmaya durvatkan vezirde Dongjao vakitten başlap Dongjao hüküm sürgen, Li Jue Gosala hüküm sürgen vakitten başlap baştan ahır babı. Bu kişi Savsan'daki naat yıkını. Bir tuqqanı bu. Savsan məxsus şuya kuyup koygan bir kişi emdi. Padişahını küzdüdüğanga, umumi evvelden Savsan'a haber verdiğanga. Andın Li Jue Gosala padişahını qoğlap, padişah Loyan kaçıp ketayotgan vaqtda Dongjao degan kişi Savsan'a mektup yazdı. Bizning iyilik tikleydigan, şoň işlerini qildigan vaqtimiz keldi. Padişah en qiyin ahvalda qaldı. Hazır padişahını qutquzwagan adam en çoň şerefke nail buldu. Degandan keyin Savsan bu gapni anglab nayt qo'shib ketdi. Keyindilla padişahninki mektubi, yani qutquzuş mektubi bunun bağlandan keyin bu ikkilenmey minishidagi sabab dalmışı. Endi bu padişahning yine kirgandan keyin padişah o'zi tabiiyla bununla Loyangda turg'ul bo'lmag'dak. Sizni anglasam Şuçan qaytib ketadiganning planini qilyapti deydi. Siz ketib qolsangiz biz Loyangda özümüzni bexatar saqlayolmaymiz. Bizning unchalik kuchimiz yo'q. Uning ustiga Loyangning sepalarim vayron bo'lib ketibdi. O'rnining ahvoli qolmabdi. Fuqarolarmi tuzuk yo'q ekan. Shunga xohlasangiz siz bizni Şuçan olib ketsiniz. O'rnini Şuçan ko'chirilib poytaxtni degandan keyin Savsanmi buningga nihoyat qo'shib ketdi va ma'qul bo'ldi. Endi padişah nemishqa aytibdi bilan bu taklifni o'ttirib qo'ydi degan vaqtda dal shu Dongjao degan kishi o'ttirda o'yin o'ynagan. Endi bu Dongjao degan kishi padişah bilan izchil birga turg'achqa padişah buning ajoyib ishindi. Gapini anglaydi. Bu Loyan kelgandan boshlab nima deydi desa, Loyan tugishibdi. Poytaxt tugishibdi. Sepillarim qolmabdi. Buni qilmasak necha yil vaqt ketadi ekan. Teshida yov qo'shin tursa, Li Jue Gosala bizga qarab tursa, tuyuqsizlik kelib qolsa biz ulardan qo'g'danmaydi ekanmiz. Uning ustiga bu yer fuqarolarmi qolmabdi, emas tarqalib ketibdi. Ochliq undig'ayami qolmabdi. Burunqa bayashatchilikmi yo'q ekan, bu yerda yashayversak, taximi xarablashib ketkerakmiz. Uning ustiga anglasam Savsan Şuçan ketishga tayyorlik qilibdi. O'zining yurti Yanjo'ga ketib ketay. Agar u yerga ketib qolsa bizni qo'g'daydigan odam qolmaydi. Biz uning buyruq qilaylik desak, hozir uning kuchi shunday kuchli tursa, shu uni avval yinimizga tatqinimiz yaxshi. Shuningga bir amal o'ylashayam degandan keyin vazirlarning hammasini yig'ib, bular kinlashib, qanday qilamiz deyishib, oxiri Savsan nega bo'lsa biz shu yerga borli degan bir qarorni padişah chiqarib Bu qarorni padişah o'ylashib chiqarib bo'lgandan keyin, undan keyin mayadagi Savsanni ayaga maslahatchilik chaqirgan gapda maslahat qildi.
Şunu bu işlarni allaburun savsa plan qilib tayyor qilib bo'lgan deyishib bo'ldi. Hem savsa bilan ishlaylar maslahatlashgandan keyin bu gap savsaning quloqiga yoqadi. Unda bo'lsa biz asos qo'shinni shuchang qo'yib azroq qo'shin bilan bu yerga kelgan. Siz agar shuchang bog'ingiz bo'lsa, biz shuchang bog'liqni poytaxt qildi. Undan keyin biz shu yerni tixim zo'raytib, o'rdi qilib, tixim kuchli. Asos qo'shinim shu yerda. Fuqarolar u yerda ajoyib ko'p, boyliqmi ko'p. Asta-asta biz küçük olgandan keyin, ondan keyin qolgan ishlarni keyin o'ylasak, bo'laverdi siz podshoh olgandan keyin sizning digingiz uchun man yurmaysiz degandan keyin andin podshohmi bu yerda savsoninki bu gaplardan taqim ta'sirlanib shu poytaxtni ya'ni qaytadan shu changga ko'chirishga ma'qul bo'ladi. Demak, savsoninki podshohni shu changga ko'chirish usuli mana shunday. Unda o'z do'stlar uch podshohlikdagi Unda o'z do'stlar uch podshohlikdagi tiximi ko'p mazmunlarni, tixim cho'nqur mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, astidagi ulanma orqali men so'zlab qo'ygan tayyor darslikni anglab olsanglar bo'ladi. Agar do'stlarning ichida nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirish o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, bizning maxsus 6 oylik nutq o'rgatish turimiz bor. Izdan nutq risolasi orqali o'rgatamiz. Shu turga qatnashib nutq mahoratinglarni, so'zlash qobiliyatinglarni oshirib olsanglar bo'ladi.